Siz bilan o'rgangan qoidalarimiz hozirgi zamonning bo'lishli shakliga tegishli edi. Olumsiz shakli, ya'ni bo'lishsiz shaklini ko'rib chiqamiz. Odatda o'qimak fe'lining bo'lishsiz shakli o'qimamak, ya'ni ma va me qo'shimchalari qo'shilishi kerak. Hozirgi zamonning 4 ta qo'shimchasi mavjud. Bular m, mu, mi, mu. Bu qoida 3-unlilarga tegishli bo'lgan qoida bilan bir-biriga bog'liq. Oxirgi unliga qaraymiz. Ma, a bu yerda kelyapti va a dan oldingi harfga qaraymiz. U. Demak, buning o'rniga biz un yozamiz. Maq qo'shimchasini o'rniga yorni yozamiz. O'qimi yor, o'qimayapti. Kelyapti. Ni tushiramizda va uning o'rniga ni keltiramiz va yor qo'shimchasini shunchaki qo'shamiz. Ya'ni mana bu unliga qaraymiz. I'ga o'zgardi.